Mahallada ta'birli odam ko'p bo'lsa, tadbirkorlik rivojlanadi. O'zbekiston tumanidagi Karim Devona mahallasi bunga misol. Mahallada bundan 20-25 yillar avval bitta xonadon egasi oddiy qog'ozdan paketchalar tayyorlash faoliyati bilan shug'ullanishni boshlagandi. Oradan vaqt o'tib esa bu soha mahallaning asosiy drayveri, ya'ni rivojlanish nuqtasiga aylandi. Ayni vaqtda xonadon egalari qog'ozlardan emas, salafanlardan mana bunday turli maqsadlarda ishlatiladigan paketchalarni tayyorlashmoqda. Tavakkaljon aka Tursunov 66 yoshda, Karim Devona mahallasida istiqomat qiladi. Bu yerda ushbu soha bilan shug'ullanadigan deyarli har bir xonadon uni ustoz deb biladi. 1990-yillarda tirikchilik tashvishi bilan tadbirkorlikka qo'l urgan nuroniy yillar davomida o'z mehnati bilan mahallada yangi yo'nalishga asos soldi. Qo'shimcha ish topish kerak degan o'sha vaqtda kallada fikr bor ekanda, ki shu qog'ozni olib kelib qirqib deb chetini tiksak paket bo'ldi. Ichiga narsa solsak turdi. Keyin o'shaning orqasidan harakat qilib men topib berardim qog'ozni rulonlarini, qirqib berardim, xolangiz chetini mashinkada tikardi. Bolalar kichkina qo'liga qaychichani olib turib, tushgan paketni qaychi bilan qirqib taxlab turishardi. 100 ta bo'lganda sanab keyin baylab bozorga olib borib sotib, shu bilan tadbirkorlik degan narsa boshlangan. Avval boshida qariyb 10 yil davomida oilasi bilan qog'oz paketlar ishlab chiqardi. Vaqt o'tishi bilan bozor talablari o'zgardi. Salafan paketlarga ehtiyoj ortib bordi. Ayniqsa qishloq xo'jaligida urug' qadoqlashda maxsus salafan paketlar keng qo'llanila boshladi. Shu tarzda faoliyat yo'nalishi o'zgardi va oilaviy ish yanada rivojlandi. 4 ta xontaxtani oyog'iga yog'ochdan mixlab apparatlarni qo'yib berdim, xolangiz tikdi. Yana o'shanaqa paket bo'ldi. Ana keyin ishlab turuvdik. Toshkentda sheriklar kelib qoldi. Daftar o'rog'ich kerak bizga. Shuni qilsak bo'lmaydimi aka? Butun salafanda qirqib qulog'ini o'g'illar buklab turadi. Xolangiz tikib tortib daftarga solsak, daftar o'rog'ich bo'ldi. Shu bilan keyin rivojlantirdik-da. E'tiborlisi shundaki, Tavakkal aka hunarini hech kimdan qizg'onmaydi. O'z bilimini shogirdlarga o'rgatadi, tajribasini boshqalar bilan baham ko'radi. Yillar davomida shu yo'sinda mehnat qilib, mahallada butun bir soha shakllanishiga turtki berdi. Bu tabiatdan mehnatkash inson nafaqada ham orom bilmaydi. Hozirda ayoli bilan birga xonadondagi kichik ustaxonada faoliyat olib bormoqda. O'g'illari esa qo'shimcha ishlab chiqarish sexlarini tashkil etgan. Xom ashyo ham o'zlari tomonidan tayyorlanadi. Bugungi kunda mazkur xonadon tashabbusi bilan 20 nafardan ortiq mahalladoshlar doimiy ish o'rni bilan ta'minlangan. Ustoz deyishadi. Kim o'zi salafaga kirgan bo'lsa, hammalari shogird. Masalan, 50 ta ishlagan bo'lsa, 10 tasini bunga qilish kerak ekan deb o'zlari tadbirkorlikka nima qildi? Keyin rivojlandi tadbirkorlik. Bir qarashda oddiy tuyulgan bu faoliyat bugun mahallaning asosiy drayveriga aylangan. Qaysi xonadonga kirmang, aholi aynan shu sohada band. Oddiy salafandan 10 ga yaqin turdagi turli hajm va maqsadlarda ishlatiladigan paketlar tayyorlanmoqda. Bizda Karim Devona mahalla fuqarolik yig'inimizda 552 ta xonadonimiz bor, 720 ta oilamiz bor, 2342 ta aholimiz bor. Mahalla fuqarolik yig'inimizda asosiy drayveri salafan ishlab chiqarish, kasanachilik, dehqonchilikdan iborat. Hozirgi kunda bizning mahalla fuqarolik yig'inimizda ishsizlikdan xoli 300 ta xonadonda shu ish bilan shug'ullanadi. Bitta xonadonda o'rtacha 5 ta, 6 tadan ish o'rni yaratgan. Ba'zi bir xonadonlarda o'zlari oilaviy qiladi. Mavsum paytida Andijon, Namangan, Qo'qon, Farg'ona, bundan tashqari vohalarga, keyin qo'shni Tojikiston Respublikasiga ham hatto chiqaramiz. Qora paket, oq paketlarda o'shalarga ham eksport qilinadi. Karim Devona mahallasi bugun ishsizlik va kambag'allikdan xoli. Qo'shni mahallalar aholisining ham bandligi shu yerda ta'minlanyapti. Hamma mehnat bilan mashg'ul. Bekorchilikdan kelib chiqadigan muammolar deyarli yo'q. Ilgari xonadon darajasida ish boshlagan tadbirkorlar bugun yirik ishlab chiqaruvchiga aylangan. Ayni paytda mahallada shu yo'nalishda faoliyat yuritayotgan 40 dan ortiq korxonalar mavjud. Ular asosan paket ishlab chiqaruvchi xonadonlarni xom ashyo, salafan bilan ta'minlab beradi. Soha rivojini qo'llab-quvvatlash maqsadida 2025-yilning o'zida mahallaga 1 milliard 200 million so'mdan ortiq imtiyozli kreditlar ajratildi. Bizning xonadonimizda 10 nafar xodimlar ishlaydi. Asosan qo'shnilarimiz oilasi bilan ishlashadi. 10 kunda 1 million 200 atrofida oylik olishadi. Salafanlar o'ram holatida keladi. Biz ularni tayyorlab paket holatida egalariga topshiramiz. Mahalla raisi ta'kidlagandek, hudud tadbirkorlari uchun qo'shimcha joy masalasi dolzarb. Agar ushbu muammo ijobiy hal etilsa, kamida 150 ta yangi ish o'rni yaratish imkoniyati mavjud. Bu salafan ishlab chiqarish sohasini rivojlantirish uchun
asosan aholimizga iqtisodiy zona tashkil qilinsa, kamida 30 ta 40 ta ishlab chiqaruvchi sexlar tashkil bo'ladi. Bunda har birida 5 tadan odam ishlaganda ham 150 ta odamni ish bilan ta'minlagan bo'lamiz. Tadbirkorlarimiz juda ham ko'p. 30 ta 40 tasi bizga sex qilib berish uchun joy so'ragan. Bitta stenoyning narxi 10 ming dollardan 80 ming dollargacha investitsiyagacha kirib keladi bekka. O'zbekiston tumani viloyat markazidan ancha olisda joylashgan bo'lishiga qaramay so'nggi 7-8 yil mahallada ushbu soha rivojida hal qiluvchi davr bo'ldi. Imkoniyati bor har bir inson mehnat qilib baraka topmoqda bugun. Buning uchun matonat kerak, uning uchun e'tibor kerakda. Shu Shavkat Miromonovichga 1000 marta, 100 ming martadan rahmat aytamanki, tadbirkorlarga shunaqangi sharoit zo'rki, buni gapirib ta'riflab bo'lmaydi. Ilgari tadbirkorlik qilgan odamlar yashinib, qochib, bir mahsulotni topib kela olmasdan qilardi. Naqd pulga olib kelasiz, kim ko'rib qolar ekan degan fikrlar bo'lgan. Tadbirkorlikka qaratilgan e'tibor driver sohalarni qo'llab-quvvatlanishi, mahallada nafaqat yangi ish o'rinlari, balki barqaror daromad, ijtimoiy farovonlik va hamjihatlikni ta'minlaydi. Bir inson tashabbusi butun mahalla taqdiriga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini Karim Devona mahallasi tajribasi yana bir bor isbotlamoqda.